Lamine Yamal yana Real Madridni g'azablantirdi. Bu bola nima qilyapti o'zi? Mbappe barchani shokka soldi. Bu futbol emas. Enfieldda shov-shuv. Trent Alexander-Arnoldning o'z muxlislari hushtakbozlik bilan uni qarshi oldi. Va nihoyat rasmiy Real Madrid yangi bosh murabbiyga ega. U esa allaqachon jamoasi uchun super yulduzlarni topdi. Shu va boshqa muhim xabarlar haqida biz hoziroq gaplashamiz. Do'stlar, o'tgan videoda 1000 ta like yig'sanglar yangi video chiqadi deb aytgan edi va sizlar buni bir kun ham o'tmasdan bajardinglar. Shuning uchun xohlasam ham, xohlamasam ham mana sizlarga yangi video. Qoidalar o'sha yana bir bor 1000 ta like yig'iladigan bo'lsa, yangi video chiqadi. Shuning uchun hammasi o'zingizlarni qo'linglarda. Endi esa yaxshilab o'tirib oling. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida sizni quiz kutmoqda. Yeyishga narsalar ham olib oling, chunki biz boshladik. Albatta, birinchi bo'lib kechagi Super El Clasico haqida gaplashamiz. Wow, dahshat. Boshqacha so'zlar bilan bunaqa o'yinni tasvirlab berish juda qiyin. Ikkala jamoa ham g'alabaga loyiq edi, ammo oxiri Barselona yutdi. Va aynan shu o'yin orqali menimcha endi hamma tan olishi kerak, bu jamoa La Ligani ham yutadi. Kylian Mbappe yana bir bor hat-trick qayd etdi va yana bir bor uni jamoasi uni hat-trickidan keyin mag'lub bo'ldi. Bilasizmi, men Real Madrid muxlis emasman, ammo ularni himoya qilish uchun ularda 5 ta asosiy himoyachilari bo'lmaganligini ayta olaman. Va agarda hamma muhim o'yinchilar bu o'yinda qatnashganida boshqa El Clasicolarga qaraganda aynan shunisida Realda yutish imkoniyati ko'proq edi. Lamine Yamal esa yana bir bor gapiga javob berdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan El Clasicodan keyin Lamine intervyuda Real bizga qancha ursa ham bu mavsum ular bizani yuta olmaydi deb aytgan edi. Va qarabsizki, rostdan ham bu jamoalar bu mavsum 4 ta o'ynagan bo'lsa-da, 4 talasida ham Barselona g'alaba qozondi. Kecha Liverpool Arsenalga qarshi Premier Ligada o'yinini o'tkazdi. Hisob esa 2-2 yakunlandi. Ammo eng qiziqarli vaziyat Trent Alexander-Arnold zaxiradan tushganda bo'ldi. Qarabsizki, u maydonga tushayotgan paytida mingtalab Liverpoolning muxlislari uni hushtak bilan kutib olishdi. Nimaga? Bunga javobini kechagi videoyimizda bilib olsangiz bo'ladi. Ya'nida u jamoada 20 yil o'tkazib, erkin agent sifatida Real Madridga o'tib ketayotgani uchun. Va qarabsizki, shuncha yillarda jamoaga qanchalik muhim o'yinchi bo'lmasangiz ham, qanchalik ko'p foyda olib kelmasangiz ham, shunaqa muxlislar baribir topiladi. Ammo Trent xafa bo'lishning o'rniga o'yindan keyin uni qo'llab-quvvatlagan muxlislarga minnatdorchilik bildirdi. Va shuna qilib u Liverpoolda oxirgi o'yinlaridan birini o'tkazdi. Rasmiy ravishda Xabi Alonso Real Madridning yangi bosh murabbiyi. Buni Fabrizio Romano o'zining ijtimoiy tarmoqlarida tasdiqladi. Hali Madridga yetib kelmagan bo'lsa ham, u allaqachon Florentino Perezga unga qanaqa o'yinchi kerakligini aytdi. Hujumkor yarim himoyachi Modric chiqardi va keyingi yil ham Real Madridda o'ynaydimi yo'qmi? Bu hali aniq emas. Alonso esa Barselonaning yarim himoyachisi Pedrini so'radi. Pedrini Barselona o'yinchisini kelajak Real Madrid murabbiyi so'rayapti. Albatta bu transfer nereal holat, shuning uchun Xabi yo deganda shunga o'xshash o'yinchi menga kerak deb aytdi. Wow, fantastika. Hozirda Pedri dunyodagi eng yaxshi yarim himoyachi va unga o'xshash o'yinchini topish bu rostdan ham qiyin. Topadimi Real yoki yo'qmi, biz yozda bilib olamiz. Va bo'ldi. Bugungi eng muhim xabarlar, yangiliklar haqida biz gaplashdik. Do'stlar, sizlar yoqtirgan formatdagi bitta ajoyib video tayyorlamoqman, ammo u uchun juda ham ko'p vaqt, juda ham kuch ketadi. Shuning uchun bugungi video sal kichikroq chiqdi. Umid qilaman to'g'ri tushunasiz. O'tgan videodagi o'yinchini yana bir bor juda ko'p odamlar topdi. Albatta bu Ashraf Hakimi edi. Bugun esa mana shu futbolchini topib ko'ring. Har doimdek qoidalar o'sha. Kanalimizga obuna bo'lgan va birinchilar qatorida to'g'ri javobni yozgan keyingi videoda chiqadi. Siz bilan esa jonim futbolim kanali edi. Jamoalarga faqatgina g'alabalar tilab qo'yaman, sizga faqatgina sog'lik tilab qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.